Dumlap geldi düşembe, Soyrup geldi seyşembe, çorlap geldi çarşembe, Poylap geldi peyşembe, ulug' cüme, Şükerşembe, oynaydigan yaşembe. Oynaymiz yo, oynaymiz. Oynap qonmaymiz. Assalomu alaykum do'stlar. Biz yana sizlar bilan yuz ko'rishdik. Bir haftadan beri kunlaringlar qandayroq o'tdi? Aldirish bo'lib ketdinglarmi? Aldırış bo'lib ketgan bo'lsanglar hechqisi yo'q. Mana endi ta'tilga chiqdinglar emasmi? Mana endi toza qanig'idek o'ynab ola olasizlar. Shundoq. Hasan Harisi, sizlarning xabarchi gruppasidagilarning doklad qiladigan qanday yangi xabarlari bor? Tez doklad qil. Xo'p, doklad o'zchechak. Sizlar Xabarchi asarlar guruhdagilardan bilishimcha, Qormuz bayrami boshlanib qopti. Har joyda Qormuz san'at faoliyati, Qormuz san'at faoliyati, Qormuz madaniyat faoliyati, Qormuz sayohat faoliyati tuzib o'tibdi. Vah, pek yaxshi bo'pti. O'zchechak. Ha? Vallahi ta'tilga chiqib qopti. Ha, ularni o'qib charchadi. Undoq bo'lsa, biz mush fursatda foydalanib Qormuz sayris qilib kelmamdik. Ha, ma'qul, pek yaxshi deding. Undaq bo'lsa, tayyorlig'ing tutdimi? Qiling kiyib olgansan? Qara. Qani, undaq bo'lsa ketdi. O'zchechak. Ha? To'xtang, nega bormaysiz? Tangri teg'iga. Vah, Hasan Arsi, qarg'ina, biz Tangri teg'iga yetib keldik. Wow! Pek yaxshi bo'ldi. Wow! Pek yaxshi bo'ldi. Hasan Arsi, astroq o'ch. Qarliqdagi usvamig'in yana. Rost diqqat qilay. Ha, o'zchechak. Bu Tangirtega qandoq taq? Men bir so'zlab bering. Do'stim qaysi taqib bording deb so'rab qolsam, javob berolmay qolma yana. Ha, amsa yaxshi angla ha. Tangri teg'i bo'lsa, tarim o'ymonligi va jo'ng'ar o'ymonligining dal o'ttirisidan kesib o'tadi. Tangri tag'lari buningdan 500 million ilgari shakllanishga boshlagan. Ha? Nim dedingiz? 500 yil? 500 million yil. Ha? 500 million yil ilgari shakllanishga boshlagan. Qara, bu Tangri teg'ining ustidagi qar muzliqlarni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Ha, mana mushundaq muzliq va qarliqlar ostida behisob boyliqlar. Tog' qoptonlarida bek-baraqsan o'rmonliqlar, idirliqlarda poyonsiz o'tlar, yayloqlar bor. Janubida tarim o'ymonligi, shimolida jo'ng'ar o'ymonligi, sharqida turpan o'ymonligi bor. To'xtang. Qaysi tarafida qaysi o'ymonliq bor dedingiz? Janubda tarim, shimolda jo'ng'ar, sharqida turpan o'ymonligi bor. Ha, bilib oldim. Ha, rost. Tangirtog' cho'qqilarining egizligi qanchalikda o'zchechak? Tangritog'ning 7435 metr egizlikdagi temir cho'qqisi bor. Ha? Temir cho'qqisi 7435 metrmi? To'g'ri, 7435 metr. Xantangri cho'qqisining egizligi 6995 metr. Tangirtog' cho'qqisining egizligi 6995 metrmi? To'g'ri, 6995 metr. Hasan Harisi, bu Tangri tog'larini ko'rib chiqish bekmi mushkul-jumi? Rost, men shu topda yerib qoldim. Tangri tog'lari Shimoliy Tangri tog', O'rta Tangri tog', Janubiy Tangri tog', Sharqiy Tangri tog' qatorliqlarga bo'linadi. Bek yoyvatgan 4 qismga bo'lindi ekanda? Ha. Hasan Harisi, yaqin atrofdan bir ovoz kelyotdi-ku. Qaraganda boshqa yerdan balla sayohat kelgan o'xshamamdi. Ey, balla. Ularning o'yinini buzmayli, naqshini anglab baqayli. Bo'ladi.
koduman nakşıllarini bek yaxşı gördüm. Şundaq, bək yaxşı etdi. Mən ularning naqshini ayt yaxshi ko'rdim. Biz ularning o'yinini buzmayli, bizmi sayohatimizni qilaverayli. Maqol, shunda qilayli. Yura Hasan harisi, avu daraxtning orasiga kirayli. Voh, bu daraxtlar nima degan egiz? Voh, bək egizkan. Yura, endi qor cho'qqisiga chiqayli. Bo'ladi. O'z chechak. Bu yana nima degan so'g'oq? Maktumib ketdim. Maktumib ketdim o'z chechak. Sana qilin tegin desam nimishqa gapimni anglamaysan. Odamni ansirtib yurgan. Xo'p, bo'lma. Endi diqqat qilay. Bək olib ketdingmi? Hey, qarang. Qor laylisi. Yurib yurib boqayli. Qiziq ish. Bu qor bor joydami gul echilamdi? Bu gullar muzlab qolmaganmidi? Men bek to'g'ib ketdim. Usti qilinroq kuysam bo'pti-kan. Yura, mangayli amsa. Ma'qul. O'z chechak. Faqat uchonmadan qarang. Qonitim muzlab qoldi. Akila, men isitib qo'yay. Bo'ldimi? O'z chechak. Endi ajab isib ketdimi? Shuni deyman. Menmi isib ketdimi? Havo turibla isib ketdi-ya. Hey, o'z chechak. Qarang, muzey. Voh! Muzey, yura, berib qarab boqayli. Voh, bu muzey xristaldek chaqnab turadi ekan. Rost. Voh, muz tomlari. Qara, muz loylalari. Hay, bu o'yinchoq mening. Buni Yo, men yo, o'ynayman. buni men o'ynayman. Mana sen o'yna, buni men o'ynayman. Muzeylar mening. Bu muzeylar mening, bu muzgil mening. Men buni o'ynayman. Ala. Qara, muz mashina keldi. Yürü, keldi. Xush kelibsizlar, o'z chechak hasalarisi. Rahmat. Mening ismim Qarbala. Sizlar ko'rayotgan bu tog'larning cho'qqilari va qaptallarida azaldan biz Qarbalalar yashab kelgan. Ammo sizlar bizni ko'ramaysizlar. Men barliq Qarbalalarga vakil bo'lib keldim. Shu meni ko'ralaysizlar. Ha, mana bu do'stimizning ismi Muzbala. U barliq muzbalalarga vakil bo'lib keldi. Shundaq. Men bu qor laylisi qizlarning vakili bo'lib keldim. Sizlar bu tog' ustidami bahor faslida turgandek turyapsizlar. Bunda xosiyatni qor laylisi onamiz bergan. Bo'lmasa 1 minutni turmagan bo'ladingmi? Men yana xato so'zlab qo'ydim. Hech qisi yo'q. Men o'z chechak bu Men tanıştırmışsanlarmı? Sizlarni obdan bilimiz. Biz daim sizlarni ko'rib turimiz. Biz bo'lmasak, sizlar yashayotgan aşı güzel mahalmi? Sizlar cho'milib o'ynaydigan o'stanmi? Aşı yeyotgan oshnami bo'lmaydi. Demak, biz bo'lmasak, sizlar yashayolmaysizlar. Gap qolmasak bizni ko'zga ilmi qilib turdi o bular. Sizlar bilan do'st bo'lsak bo'ladi. Biroq sizlar bo'lmasanlar biz yashayveramiz. Sizlarning bizning mahaldagi o'stan bilan nima munosabatinglar bor? Ha? Sizlar Hasan harisi. Ular bizga yomon niyatda gap qilmadi. Biz mehmonlik sifatimizni saqlab, ularning gapiga quloq solaylik, ha? Bo'ldi qala. bo'ldi. Qani sizlarni o'yinxonamizga boshlab kirayli. Marhamat. Qarbovoy, mana keldik. Hey, avaylisizlar, ha? Voy, bu bolalar o'ynab qizib ketibdi-ku, ha? Qara. Assalomu alaykum Qorbova.
Qarlaylis momo. Men balalarni Yo'q, bo'ldi. Ularning kayfini buzma, ha? Ular nihoyatda xushal o'ynayotdi, ha? Qanchalik o'ynag'is kelsa o'ynayversin. balaliq emasmi? Mana bir chog'larda shularda shunchalik xushal o'ynaydi. Sho'xliqimdan teramga patmayli qolatdim. Bola degan o'yin xumor sho'x bo'ladi ekan, ha? Hey, qari bovay. Ha. Biroq o'yinni loyiqida o'ynagan yaxshi. O'yinni o'ynab, boshqa ish qilishni bilmaydigan, tayyorga hayyor bo'lib, kalla ishlatmaydigan bolalarni yaramliq bola degani bo'lmaydi. Doim ota-onaning gapini anglamay, ularning ko'nglini ranjitib yurgan bolani vafodor, yaxshi, kuyimlik bola degani bo'lmaydi. Hey, Muz oğlum. Ulanı çağır ha? Muz oğlum. Bol, ulanı çağır, ha? Oğlum. Hey, Muz çiçek. Sen herisi. Kar bala. Kar neyse. Ne oldu? Tez bulunla. Kar bulan bilen. Kar leylisi mumam geldi. Mama, hazır bari bir. Assalamualaikum Qarbuva. Qarlaylis momo. Assalamualaikum Qarbuva. Kar leylisi muma. Ve aleyküm assalam ballarım. Tanrı teğiğe hoş kepsile. Ballarım. Ha? Mening bu sizlar bilan o'ynag'im kelyapti da. Rahmat. Qarasam, sizlar bakmi aqlli ekansizlar. Rahmat. Biz bir o'yin o'ylaylik. Bu pek yaxshi bo'ldi. O'ynaylik. Tepishlar o'ynaylik buva. Bo'ladi. Ben bir tepishmoq aytay. Bo'lamda? Bo'ldi. Bir kuni ikki odam ovga chiqibdi. To'yoqsiz o'rmondan bir eyiq chiqib ketdi. O'rg'roq kagini darhol daraxtga chiqib olibdi. Semizroqi daraxtga chiqishga ulgurolmay, o'lgan bo'lib yetib olibdi. Eyiq o'lgan bo'lib yetib olgan ovchining yiniga kelib, purab qo'yib, ketib qolibdi. Daraxtga chiqib olgan odam shu chog'da daraxtdan tushibdi. O'lgan bo'lib yetib olgan do'stiga, "Boyi eyiq, seni yemay ketib qoldi-ku. U sana nimalarni dedi?" deb so'rabdi. O'lgan bo'lib yetib olgan odam eyiqning o'ziga degan gaplarni do'stiga aytib bergandan keyin do'sti nomusdan yerga kirib ketgudek bo'pti. Qaynisilar deb beqinglarchu. O'lgan bo'lib yetib olgan odam do'stiga nima degandi? Nima degandi? Nima degandi? Buni mehmonlarla topidi. Boshqalar jim turinglar, ha? Biz topidiganmiz o'z chechak. O'ynab baqaylik. O eyiq odamga o'lgan odamning go'shti tamlik emas degan. Xata. Xato bo'lib qoldi. Xato bo'lib qoldi. O'z chechak ani sizda yo'qmi? Mencha do'sting maymonga o'xshash daraxtga yomishga ustgan degan. Bo'ldi. Biz yengilgan bo'laylik. Javobini deb bering ha bova. Bundoq bo'ladi. Shu emasmi? Soqondoq bo'ladi. Biz hazil harisi ikkimiz sizlarga yumor so'zlab beraylik. Bo'lamdi. Bolalarım, sizlarcha qanday qilsak bo'lar?
o'lik bo'p yetib olgan ovchi do'stiga manga bundan keyin haqiqiy do'st tepib ovga chiq dedi debdi. Bizda piyozning po'sti to'la, ahmoqning do'sti to'la degan gap bor. Do'st deganni do'st deb tutsa bo'lmaydi. Do'st degan ishonchlik, sodiq, kuyimlik bo'lishi kerak. Bolarim, sizlarga ham do'stinglarga ana shundoq bo'lishinglar kerak. Bildinglarmi? Bildik. O'zining manfaati uchun do'st bo'lganlarni hargizmi do'st demaymiz, ha? Sizning gapingizni anglaymiz bu. Endi sizlarninkini anglaydi. Topshiriq ishlashga bak o'rinliq qildigan bir bola topshiriq ishlamaslikning amalini qilish uchun o'qituvchisining yeniga kiribdi. Muallim, men topshiriqni ishlayolmaydi ekanman. Menga topshiriqni ozroq bersangiz bo'pti ekan. Nimishqa? Ko'zim yiroqni ko'rolmayotdi. Ha? Eg'irmi? Ko'rish quvvating bakli ajizlab ketgan o'xshamamdi. Shundoq. Muallim, siz ov chuvini ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Biroq men uni faqatli ko'rolmadim. Bir kuni bir kishi apandidan eshak so'rab kelibdi. Efendim, bana ishkingizni berib tursangiz bo'pti ekan. Jiddiy lozim bo'lib qolgandi. Eshkim uyda yo'q. Xafa bo'lma. Efendim, oppoq soqolingiz bilan yolg'on aytishdan uyalmamsiz? Eshakning hangirishi anglanyotidi-ku. Oppoq soqolim bilan aytgan gapimga ishonmaysiz-ku. Eshakning gapiga ishonganligingizdan sizmi uyalmamsiz? Gap anlamamsan? Mana toza. Yana g'al qilmamsan? Yana gap anlamamsan? Yana gap anlamaganingni ko'ray. Nimishqa gapimni anglamaydigansan deyman. Bo'ldi. Yig'lama, ha? Ma, bu kampirni yegina. Kampir. Bundan keyin bundoq yog'och quloq qilmajmi, ha? Dada, men yana ura. Nima deydigansan? Seni nimish qurima? Mening yana kampir yegim kelyotdi. Ha? Oppa, qarg'ina. Bu qandoq qush? Hajab tez uchidikina. O qush emas, balam. O degan raketa. O nimancha tez uchidi. Voy balam. Seningni quyruqingga o't qo'yiversa, sen uningdimi tez uchisan? Men uchishni bilmaydigan tursam, meningga o't qo'yib amsi o'gin vallahi. Apsi balasiga kichik vaqtlardagi ishlarni so'zlab beribdi. Bizchi balam, kunda sup-suzuk suvlarga tushib o'ynaydik. Tog' bag'irda mevalarni yeydik. Otlarni choptirib o'ynaydik. Kash bo'lganda uyga qaytmay, ballar bilan tonur beshida tepishib o'ynaydik. O'ynab qannaydik. Hey, shu balliq chaqlar bek go'zalji-mi? Nim bo'lding balam? Voy sen, sen bilan kichik vaqtimda tanishib qolsam bo'ptikan. Bak qiziqgan ha bolalar. Ras. Yaxshi bo'ldi. Ballarim, sizlar bak aqlli, xushchaqchaqkansizlar. Bizni bo'yak yo'qlab kelganinglardan to'liq xush bo'ldik. Sizlarning
doim kelib, mushunda xushal o'ynab ketishinglarni umid qilamiz. Biz azaldan insonlar bilan urug' tuqqan. Biz insonlar bilan bir-birimizga yo'linib yashaymiz. Lekin qarmuzlar g'oyib bo'lsa, yurtinglardagi bo'stonliqlarmi g'oyib bo'ladi. Gül bağlar quriydi, çöl cəzirlər kengiydi. Sizlər oynaydigan bağlar, çimənzarlar, bo'stonliqlar hammasi asta tugaydi. Biz halak bolsaq, sizlərmi halak bo'lasizlar. Yana nurg'un o'simliklar